Bu Vyetnam Phuket orolidagi Oqqum sohili oldidagi Sheraton mehmonxonasi. Agar sizga qiziq bo'lsa, bir haftalik sayohatim haqidagi suratlarim bilan bahslashaman. Xullas, biz kechasi soat 2 da Toshkent aeroportidan samolyotga chiqdik. Ekonom klassning mana shu birinchi o'rindig'i komforti uchun $100 ortiqcha to'ladi. U yerda 3 ta oyna va oyoq uzatishga joy bor ekan. 6,5 soat davom etgan parvozimizda Alloh yaratgan aqlni shoshiradigan manzaralar guvohi bo'ldik. Nihoyat Phuket oroli ko'rindi. Biz orolga qo'ndik. Ob-havosini issig'idan samolyotdan tushishingiz bilanoq issiq hil yuzingizga uradi. $10 berib, shunaqa navbat poylamasdan to'g'ridan-to'g'ri registratsiyadan o'tib, jamoadonimizni olib oldik. Hamda davlat valyutasiga pulimizni almashtirib oldik. Ularning pullari juda chiroyli ko'rinishga ega ekan. Aeroportdan chiqishda sayohat agentligimiz xodimlari bizni kutib olishdi. Alohida biz uchun ajratilgan transportda mehmonxona tomon yo'l oldik. Sayohatimiz rejasi ushbu manzillarni o'z ichiga olar ekan. Kuzatishda davom etsangiz, ushbu manzillarni ham siz bilan bahslashaman. Mana Sheraton mehmonxonasiga ham yetib keldik. Registratsiyadan ham o'tib oldik. Ana endi oynasi okeaniga qaragan xonamiz tomon yo'l olamiz. Like bosib obuna bo'lishni unutmang, qadrdonim.